Amerika Avam Palatasi Cumhuriyetçiler Partisi a'zosi Yang Kim bilan Demokratlar Partisi a'zosi Ami Bera birlikda taklif sungan Uyg'ur siyosiy harakati qonunini 414 ovoz bilan ma'qulladi. Mazkur qonun loyihasi Amerika Tashqi ishlar ministerligining Uyg'urlarga aloqador bir maslashtiruvchi tayinlab, Amerika Federatsiya idorasining Uyg'urlarga aloqador siyosatlarini maslashtirishni, shundaqla Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligi va Uyg'ur kishilik huquqiga aloqador dafsandichiligini to'xtatish uchun tadbir va qurollar bilan ta'minlashni talab qiladi. Bu rol Uyg'urlarning milliy, madaniyat, diniy va til kimligini qo'g'dashni ilgari suradi. Keyingi bosqichda mazkur qonun loyihasi yana Amerika Kengash palatasining belat tashlab ma'qullashiga yo'llanadi. Agar Kengash palatasida ma'qullansa, prezidentga yo'llanadi va prezident imzosi orqali rasmiy qonunga aylanadi. Angliya pul muomala vaqti to'rining 14 fevral kuni bergan xabarga qaraganda, Porsche, Bentley, Audi qatorliq dangliq va qimmat avtomobillarga ishlatilgan zapchaslar Xitoydan import qilinganligi uchun bu markadagi minglagan avtomobillar Amerika tambojnisida tutib qolingan. Xabarda aytilishicha, yuqorqi avtomobillar Germaniyaning avtomobil shirkati Volkswagen tarafidan yasalgan bo'lib, uningga ishlatilgan elektronlik zapchaslar Uyg'urlarning majburiy emgakiga silinishi bilan chetishlik ekan. Bu zapchaslarni Volkswagen bevosita setib olgan bo'lmasdan, ta'minlash zanjiridagi Xitoy zavodlari setib bergan ekan. Musulmonlar tashkiloti Xitoyning Kalkuttada turishlik konsulxonasi oldida Uyg'urlarni qo'llab namoyish o'tkazdi. Hindiston Telegraf xabari to'rining xabar qilishicha, Hindistonning Kalkutta shahridagi musulmonlar tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan bostirish qilmishi, shundaqla Xitoyning 2023-yili butkul Arunachal Pradesh o'lkasining Xitoy ziminiga tava ekanligini tuzib chiqqan yangi xaritasini rad qilib namoyish qilgan. Xitoy 2023-yili uda 8-qatim Germaniyaning eng chong savdo hamrohiga aylandi. Tashqi savdo summasi 253 milliard 100 million yevro bo'ldi. Egilishicha, 2023-yili Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan tovar savdosi 2022-yildagiga solishtirganda 15.5% tuvalligan. Amerika bilan bo'lgan savdo bo'lsa 1.1% oshgan. Xitoydan import-eksportga qaraganda texmi tuvallab, savdo qizil raqami ko'rilgan. Germaniya Davlat Mudofaa ministri Boris Pistorius Turkiya bilan Gretsiyaning Germaniya boshchiligidagi Yevropa osmon qalqini tashabbusi nomli boshqariladigan bombadan mudofaalash turiga rasmiy qatnashadiganligini va a'zolarining umumiy sonining 21 ga yetadiganligini e'lon qildi. Türkiye Devlet Mudofaa Ministri Yaşar Güler ve Gretsiya Devlet Mudofaa Ministri Nikolas Dendias payshanba kuni Bruselda o'tkazilgan murosimda mudda oxiriga imzo qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin noyabrda o'tkaziladigan prezident saylamida Amerika prezidenti Joe Bidenning g'alaba qilishini xohlaydiganligini bildirib, uni raqibi Donald Trumpga qaraganda texmi tajribalik va oldin faraz qilib bo'ladigan deb tasvirladi. Putin Rossiya davlat televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: "Biz saylangan Amerika prezidenti bilan hamkorlashishga tayyormiz. Ammo Rossiya nuqtasidan aytganda, men Bidenning g'alabasini tanlayman."